Amerika parlamenti Xitoy İşleri İcraiya Komitetining raisi Kerisimiz kommunist diktator Xi Jinpingga maktub yo'llab, ishg'ol ostidagi Sharq Turkistonni ziyorat qilish uchun viza talab qildi. Amerika hukumati Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa turkiy musulmonlarga qarata yurgizayotgan bostirishlarni irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilgan edi. 2017 yildan buyon o'tirg'i chiqqan nurg'unlagan doklad va hujjatlar Sharq Turkistonda davomlashayotgan keng ko'lamli tutqun va yig'ilish lagerlarining Uyg'urlarning milliy va madaniyat kimligini yo'qotishni maqsad qilganligini, Xitoy davlat raisi Shining bu jinoyatlarga bevosita rahbarlik qilganligini o'tirg'i chiqarmoqda. Dünya Uyghur Qurultayı, Uyghur Hareketi ve Uyghur Tədqiqat Mərkəzi Germaniya ve Gollandiyada bir qatar fəaliyyətlərə qatnashib, Uyghur qırğınçılığını tanıştırdı. Xalqaro Kişilik Hüquq Təşkilatı tərəfindən 30 iyun Gollandiyaning Den Haag şəhərində Xalqaro Kişilik Hüquq kino murosimi o'tkazilgan bo'lib, Dünya Uyghur Qurultayı raisi Dolqun Isa, programma direktori Zumratay Erkin ve Gollandiyadagi Xitoy yig'ilish lagerlari guvohchilaridan Qalbi Nursida xonim yig'iniga qatnashgan. Xitoy doiralari o'zak va elektron mahsulotlarni yasashga ishlatiladigan Galiley va Germaniya metallarining eksportini davlat bexatarligi va manfaatini qo'g'dashni bahona qilib chekladi. Cheklamga asosan bu metallar eksport qilinishidan burun munosabatli organlardan tasdiq talab qilindi. Egilinishcha bu cheklama 8-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yilgan. Bu ishki elementning eng chong ishlab chiqaruvchisi bo'lgan Xitoy dunyodagi Galiley ishlab chiqarish miqdorining %95, Germaniya ishlab chiqarishning %67-ni egallaydi ekan. Vyetnam hukumati Xitoy doiralari tarafidan Janubiy dengizda egilik huquq talab qilish uchun qo'llangan 9 siziqli xarit yer olganligi sababli Barbie filmining davlat ichida qo'yilishini chekladi. Xitoy Kompartiyasi Markaziy Tashqi munosabatlar komiteti ishxonasining mudiri Wang Ye Amerikani, Yaponiya va Koreya bilan Xitoy o'rtasidagi ziddiyatni keskinlashtirdi deb ayblagan va bu ikki davlatning Washington bilan bo'lgan munosabati haqida ogohlantirgan. Egilinishcha, Wang Chengdu shahrida Xitoy, Yaponiya va Koreya o'rtasida o'tkazilgan 3 taraf munbirda so'z qilganda yuqori qarshini o'tirib qo'ygan. Germaniya bosh ministri Olaf Scholz Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy bilan Ukraina vaziyati to'g'risida telefonda suhbatlashdi. Scholz Germaniyaning Yevropa va xalqarodagi sheriklari bilan zich hamkorlashib, harbiy yordamni o'z ichiga olgan har qaysi sohalarda Ukrainani davomli qo'llaydiganligini ta'kidladi.